2024-yilning 4-choragi va 2025-yilning hozirgi davrgacha bo'lgan avtomobillar ichida gibridlarni soni jihatidan, sifati jihatidan va narxi jihatidan urib qo'ygan avtomobillar ikkita tomonida turibdi. Ulardan birinchisi Leapmotor C16 modeli hamda Dongfeng 008. Bugun sizga ushbu avtomobillarni to'liq obzorini taqdim qilamiz. Videoda agar siz, ya'ni bizning kanalimizda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'yib, hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qani boshladik. Oilasevar xalqimizga hozirda yaxshi ketayotgan Li9 deb adashtirmanglar, sababi bu avtomobillarni Li9lar bilan solishtirish aslida xato, lekin komfort jihatidan bemalol Li9lar bilan ham tenglasha oladi. Lekin razmer jihatidan moslatadigan bo'lsak, ya'ni o'lcham jihatidan Li8 avtomobillar bilan bir xil bo'lgan Dongfeng 008 va Leapmotor C16 ni sizlarga taqdim qilamiz. Kelinglar, obzorimizni birinchi Dongfeng 008 avtomobilidan boshlaymiz. Ushbu avtomobilimizda 5 kishilik hamda 6 kishilik versiyalari mavjud bo'lib, istasangiz 5 kishilik versiyalarni, xohlasangiz 6 kishilik versiyalarni xarid qilishingiz mumkin. Lekin hozirda O'zbekistonda talab kuchli bo'layotgan 6 kishilik avtomobillarning, ya'ni Leapmotor C16 ni asosiy raqobatchisi Dongfeng 008 ni sizlarga taqdim qilamiz. Xo'p, avtomobilni oldi dizayni haqiqatan o'sha hozirda trend bo'lgan monoqoshlar. Hattoki bu monoqoshlar 2023-yilda ham trend bo'lgan avtomobil, ya'ni Fingo modellarida ham chiqdi. O'shani yangi avlodi deb bemalol ayta olamiz, sababi bu avtomobilning ham gibrid elektromobil komplektatsiyalari mavjud. Bu esa, ya'ni gibrid komplektatsiya hisoblanadi. Ko'ryapsizlar, oldi taraf to'laqonli, mana optikasiga ahamiyat berib qo'yasizlar, to'laqonli monoqosh bilan jihozlangan. Undan tashqari, agarda bu 5 metr, salkam 5 metr tashkil qiladigan avtomobilni ayol kishi haydasa ham qiynalmaydi. Nimaga desangiz, avtomobilda umumiy miqdorda 12 ta parktronik datchiklari mavjud. Oldi tarafida 6 ta, orqasida esa 6 ta. Buni ikki xili bor. Misol uchun agar Continental yoki Michelin deydigan bo'lsangiz, gibrid komplektatsiyalarida asosan Continental keladi. 5 kishilik variantlarida esa biz o'sha o'zimiz bilgan Michelin malonlarda keladi. Xo'p, bunda ko'ryapsizlar, gibrid 1300 deb aytiladi, shu 1200 km, 1150 dan ko'p yuradi. Dongfeng 008 ni menga nima taraflari yoqadigan desanglar, Leapmotor C16 ga nisbatan buni afzalliklari ancha komfort jihatidan, ya'ni elektronika tizimi ancha boyitilingan. Sababi hozir birozdan so'ng buni ichlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tganimizda aniq ma'lumotni bilib olasizlar, nimaga unaqa deyotganimning sababini. Xo'p, yon jihatdan ko'ryapsizlar, anchagina uzun. Menimcha hozirgi paytda narx-navosi bozorda 32 ming nari berisida sotilayotgan avtomobil, ya'ni iyun oyini, ya'ni 2025-iyunning holatiga ko'ra 32 ming, 32,5 ming, 33 ming har xil komplektatsiyasiga qarab, balki undan arzon ham, balki undan qimmat ham topishingiz mumkin, lekin uni komfort jihatidan, qulaylik jihatidan menimcha hozirgi paytda puliga zo'r bo'lgan avtomobil hisoblanadi ikkalasi ham. Orqa tarafi ham mana bu qo'shimcha mono qosh, to'laqonli mono qosh qilib jihozlangan. Yana o'sha boya aytganimizdek, 6 ta, orqasida ham parktronik datchiklari mavjud. Xona qismimiz ham to'laqonli elektron paket hisoblanadi. Bu yoqda ko'rayotgan bo'lsanglar, bu diska emas, bu kalpak hisoblanadi. Bemalol yechib, texnik anaqalardan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari bu avtomobilda tayyor zavod tomonidan parok qo'yilgan versiyalari ham chiqqan. Undan tashqari buni agar xohlasanglar, qanaqa farqlarga boraman desanglar, buni ham o'sha Liga o'xshab ultra shunaqa komplektatsiyalar bor. Bunda ham knopkali versiyalari ham bo'ladi. Ya'ni eshigingiz eng fullida massajli bo'ladi, hamda bunaqa knopkada ochiladi. Bunisida esa massaj funksiyalari mavjud emas, hamda eshigi mana bunaqa ko'rinishda ochiladi. Gibrid ko'ryapsizlar, avtomobilimiz to'laqonli gibrid hisoblanadi. Ya'ni zaryadkasi kamaytirish bilan avtomatik tarzda avtomobilni benzin holatiga o'tib, zaryadlash funksiyasi avtomatik tarzda yonadi. Yurganingiz hisobiga tok ishlab chiqaradi. Ichki saloni hozirda trend bo'layotgan oranjli salondan iborat. Buni xohlasanglar to'q seri rang, ya'ni qoraga yaqin versiyalarni ham avtosalonimizdan topsanglar bo'ladi. Yoki mana pastga raqamlarga murojaat qilsanglar, xudo xolasa ishlarni hal qilib berishadi. Mana ko'ryapsizlar, 222, 221 Mercedeslarda bo'lgan shtorka bu avtomobilimizda ham mujassam. Endi baribir tonirovka qilinadi buni ko'pchilik. Lekin agar tonirovka qilmasangiz, undaq pardalari ham bor. Ikkinchi qatorlar to'laqonli elektron paket, undan tashqari bu yoqda, ya'ni ikkinchi qatorni o'ng tarafida atamankalari ham bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'rindiqlarimizda atamanka funksiyasi bor. Endi boyagi savolga javob berib o'tamiz. Leapmotor C16 dan nimalari asosiy farq qiladi desanglar, uni ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi, ushbu avtomobilimizda xolodilnik hamda mikrovolnkasi ham bor. Undan tashqari orqa o'rindiqlar isitadi ham, sovutadi. Hozir abduh yo'qligi mana muzdek bo'lib chiqdi-da, haqiqatdan.
o'tirishim bilan muzdekni his qildim. Mana bitta bosamiz. Bu narsa Leapmotor C16 da mavjud emas. Hamda menga o'zimga yoqqan tarafi buni ichi ham kengroq ancha. Mana bosamiz, yopadi. Bu endi yangi avtomobil, o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar. Mana nakleykalarni ko'chira olmayman, lekin mana bunda ochiladi. Bemalol xolodilnik sifatida narsalarni solib foydalansangiz bo'ladi. Yana bitta zo'r tarafi bunda mana to'laqonli elektron paket. Unda qo'lda tushirib anaqa qilmaysiz. Mana monitorlari ham to'laqonli elektron paket hisoblanadi. Yana yetmaganiga oldida ham, orqasida mana lyuki bor. Faqat bilasizlar, lyuki ochilmaydi, faqatgina shu splashni panorama sifatida foydalansanglar bo'ladi. Yana buni ichida kameralari ham mavjud. 360 bor, simsiz quvvatlash bor. Bu yerda telefon qo'shish uchun joy bor, hamda bu yerda stakanlar uchun mana stakanchikamiz ham bor. Kaliti ko'ryapsizlar, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Spinnerga o'xshab aylanadi. Kimga nasib qilsa ham bu avtomobil yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Rosti bu yerda Face ID uchun alohida joylari bor, hamda buni men ahamiyat berganim kojani kачествоsi ancha yaxshi chiqqan. Yomon emas. Xo'p, mashinamiz rasxodi necha litr degan bo'lsa, 5 litrdan 7 litrgacha yoqilg'i sarf qiladi, gibrid bo'lganligi uchun. Bu yerda uchun maxsus ko'rsalar ochiladi. Bunisi endi qo'lda ochiladi, shu Gentralarga o'xshab. Hamma kerakli bo'lgan funksiyalar bor. Bemalol mashina rus tilida, to'laqonli rus tilida. Bundan tashqari Yandex navigator, YouTube, kerakli bo'lgan barcha funksiyalar, Telegram deysizlarmi, ya'ni o'zingizga kerak bo'lgan barcha funksiyalarni ishlatishingiz mumkin. Hattoki Apple CarPlay ham bor, telefoningiz bilan bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p. Menimcha Dongfeng 008 ni to'liq aytib o'tdik. Endi ozgina motor, ya'ni dvigatel qismiga to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Sababi bu avtomobilda 1,5 litrli turbina qo'yilgan. Leapmotor yutuq tarafi esa 1,5 litrli atmosferli motor qo'yilgan. Buni o'zida Xitoyda 6 xil pozitsiya chiqadi, ya'ni 3 xil elektr, 3 xil gibrid. Buni yana dop opsiya degan, ya'ni lidarlilari ham chiqqan hattoki, lekin lidari O'zbekistonda ishlamaydi. Shu tarafi bor. Lidarlikni olganingiz bilan bari ishlata olmaganingizdan ko'ra undan ko'ra ozgina kech, ya'ni dop opsiya pozitsiyasini olganingiz yaxshiroq deb bilaman. Yana o'zingizni cho'ntagingizga qarab xulosa chiqarasiz. Bunda o'sha aytganimizdek 1,5 litrli motor turbina, bunda esa 1,5 litrli atmosferni. Ikkalasini ham 62 tadan ko'p. Undan tashqari rasxod jihatidan bir-biriga yaqin, lekin ikkalasiga ham maslahat 92 va undan yuqori benzin. Iloji bo'lsa 95 qo'yganinglar yaxshi. Bizani o'zbek ustalarini bilamiz. Xudo xolisa bu avtomobillarga tez kunda propanni ham qo'yib yo'lga qo'yib yuborishadi. Balki qo'yganlari ham bordir. Unisini aniqini bilmayman, lekin bizani avtomobillarga o'zbek ustalar propan qo'yishga usta bo'lib ketishgan. Hattoki xitoyliklar o'zi ko'rib hayron qolishgan. Avtomobil 1200 km yuradi, lekin propan bilan 2000 dan oshib yuradi. Bu haqiqatdan bor narsa. Ana endi obzorimizni Lini haqiqiy ukasi Leapmotor C16 dan boshlaymiz. Dizayn jihatidan ahamiyat berib qarasangiz, Liga ham tortib ketadi. Razmer jihatdan ham Li 8 lar bilan bir xil. Bunda solishtirsak ham Dongfeng 008 bilan rasmiy jihatdan yaqin tuyuladi, lekin menimcha yana aniq parametrlarni yozamiz. Mana Leapmotor uzunliklari bu yerda Dongfengniki uzunliklari sizlarda videoda chiqadi. Menimcha Dongfeng 008 kattaroq deb o'ylayman. Endi buni sekin yon taraflarini sizga ko'rsatamiz. Bu Limited Edition variant hisoblanadi. Ya'ni bunaqa ranglilarni kamdan kam topasiz, hamda menga yoqqan tarafi kechqurun qop-qora, kunduz kuni esa yam-yashil bo'lib to'g'lanib turadi. Bunaqa rangni o'zi menimcha qimmatroq sotsa ham bo'lsa kerak. Xo'p, narx-navolarni bemalol pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qilsanglar bo'ladi, chunki buni pozitsiyasi juda ham ko'p. Ko'pchilik birinchi pozitsiyasini reklama qilib, odamlarni chaqirib oladi, lekin aslida u videoda esa eng fullini olib chiqishgan bo'ladi. Biz ochiq oydin aytamiz. Xo'p, birinchi menga anaqa hayron qolgan tarafim beskluchovoy dostуп hech qaysi Leapmotorda ishlamas ekan, C16 larda. Men nimaga u ishlamaydi, aniqini bilmayman, lekin beskluchovoy dostуплari ishlamas ekan, hamda plus lidari ham ishlamaydi. Lekin mashinani ko'rinishi haqiqatdan Liga o'xshab ketgan. Mana ko'rasizlar, polniyani qasam knopkalarni qaranglar, joylashgan joylarni. Mana ichki salonni ko'rsatamiz. 6 kishilik ikkala avtomobilda ham orqa o'rindiqlar bir xil dizaynda joylashgan. Komplektatsiyasida xudo xolisa zaryadchiklar, ya'ni katta zaryadchika hammasini qo'shib beriladi. Leapmotor C16 bitta narsasiga tan berdi. Audio sistema tarafdan C16 ni yutuq taraflari ko'proq, chunki ovozlari ancha baland chiqadi bu avtomobilda. Mana ko'rasizlar, pamyat sidenasi bor. Undan tashqari buni yutuq tarafi 008 dan ko'ra bunda rulida обогрев funksiyalari bor. Lekin minus taraflaridan aytadigan bo'lsak, bu avtomobilda orqasida bundaqa bari bunaqa yurmaydi, hamda monitor qismi ruchnoy, ya'ni o'zimizning jaydaricha bunaqa ko'rinishda tushadi. Masalan, ko'rinishda tushib chiqadi. Narginda esa ko'rasizlar, hammasi elektron paketda boshqarilgan. Orqa o'rindiqlarimiz isitadi, sovutadi, unaqa funksiyalar bunda ham mavjud. Endi ichki salonni bitta o'tirib ko'ramiz. Xo'p, o'tirishingiz bilan birinchi narsa aytdim, men o'rindiqlarda. O'rindiq yumshoqroq 008 ga qaraganda, kачествоsi
Endi o'zingiz solishtirib ko'rasizlar, lekin bu yumshoq ekan. O'tirishingiz bilan yumshoq narsaga o'tirganingiz, yumshoq kresloga o'tirganingizda, bu ham to'laqonli rus tilida. Mashina polni ustida anaqa qilgan, joylashtirilgan. Meni nazarimda, menimcha monitori ozgina kichkinaroq. Lekin bunda juda ko'p programmalar bor ekan. Qo'y. Programma jihatidan 008 dan ko'p. Lekin bitta narsa 008 ga ham bemalol programmalarni yozsa bo'ladi. Lekin o'tirganingizda kompaktni his qilar ekansiz. O'zingiz ancha kompaktni hisoblanasiz. Bu yerda ham ko'rasizlar, Face ID uchun alohida panel ajratilib ketilgan. Bar qismlari mana bu barimiz, bu yerda ikkita podstakanchik hamda bu yerda o'zingiz uchun podstakanchik kaliti ko'rasizlar. Mana klip motor. Ya'ni o'sha Xitoy borgan sari shunaqa NFC kartalarga o'tib ketyapti. Xo'p, menimcha mashinani holati yomon emas. Ya'ni chiroyli, pulga arziydigan avtomobil. Endi prosta bilasiz, baribir o'zbeklarimiz solishtirib ko'rishi, haydab ko'rishi yaxshi ko'rishadi. Bemalol haydab ko'rishingiz ham mumkin ikkita avtomobilni ham. Bunda ham barcha funksiyalar mavjud. Endi bir ikkita tarafdan bu afzali taraf bor, motor tarafdan esa bu afzali taraf bor. Lekin turbina hozir baribir bizda ko'p avtomobillarimizda turbina bilan jihozlangan. Menimcha o'lcham jihatidan bu ozgina kattaroq ekan. Ichki kenglik jihatidan ham buni ozgina kengligi hamda bo'yini balandligi jihatidan menimcha kattaroq ekan razmer jihatdan. C16 shu ko'rasiz, o'zimizning liga o'xshatib ishlab chiqarilgan avtomobil. Hozirda eng ko'p sotilayotgan model ham shu, eng ko'p sotilib o'chirta to'lgan avtomobil ham mana shu avtomobillar hisoblanadi. Ikkalasini narx-navosi endi bu videoni kimdirlar 1 oydan keyin, 1 yildan keyin ko'rish mumkin, avtomobillar narxlari o'zgarishi mumkin. Lekin ikkalasi ham 32 ming narx berishda sotilayotgan avtomobillar hisoblanadi. Ya'ni narxi bir-biriga yaqin hamda odamlar nima farqi bor, qaysi biri yaxshi ekan deganligi uchun bu obzorni tayyorladik. Bunda ham shu oldi tarafga ahamiyat bersanglar, ushbu mashinada ham parktronik datchik unda ham bor, bunda ham bor. Bunda 6 ta bo'lsa, bunda 4 ta oldida parktronik datchigi bor ekan. Bundan tashqari yana ikkita bakovoyda bo'ladi. O'shanda bunda ham 6 ta bo'ladi, bunda ham 6 ta bo'ladi. Ya'ni yon taraflarni ham hisobga olgan ayollar uchun ham bu narsa juda ham qulay. Lidarli funksiyasini endi xohlasangiz oling, lekin menimcha, men eshitishimcha hali lidari menimcha ishlamasa kerak O'zbekistonda. Balki kelajakda ishlashi mumkin. Ikkalasi ham sotuvda tayyor. Bemalol pastda raqamlar qoldiramiz. Telefon qilsanglar, xudo xolasa, naqdga yoki avtokredit variantlarini gaplashib beramiz. Agarda qanaqadir rasrovchiga so'raydigan bo'lsangiz ham, balki uni ham gaplashish imkoniyati bo'lib qolishi mumkin, lekin bunga va'da bera olmaymiz. Lekin telefon qilsanglar, xudo xolasa maksimal darajada ishlarni bolalarimiz zo'r o'zligi bitirib berishadi. Obzorimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yana qanaqadir sizlarga Xitoy markalarini yoki barcha turdagi marka farqi, hattoki yaqin kunda Jigulilarning ham obzorini chiqaramiz. Barcha turdagi nima avtomobil sizlarni qiziqtirayotgan bo'lsa, o'sha O'zbekistonda o'sha avtomobillarni topib, sizlarga Jaydar Cars YouTube kanalimizda chiqarishga harakat qilamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Operatorimga ham alohida rahmat, hamda ikkita haydovchilarimizga ham rahmat. Shu yetkazib berishganligi avtomobillarni videoga bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Joninglar sog' bo'lsin.